otalarni, ulug'larni suhbat qilar ekan. Shunda ularni yetalab borgan ekan. Borganda ishon ekanda o'sha yerda ulug'. Deb turib qalampirni olib, 3-4 ta qalampirni olib urug'ini piyodaga to'kibdi. Piyoda to'lay deb qoldi. Haligi choy quyibdi degan. Choy quyib bunday qarab turib, hammasi muribdi endi. Bunu içerisine döktü. Taksır, onun içerisine yok. Hiç kaçsının sonra körtüptüden. Hani bolacan için Habibullah hadi ya. Bolam onu içersem bizi içemem de dedi. Polisden geldi mi içemem de. Yoş bola halini içti. İçkende yıkılap durup. Men dege bor, makam senga o'tdi bolam der ekan. O ko'ziga qalampir olgan bilan o adamda xislat ekan. Bunda qazot qo'ygan. Taqsir. Xislatlar ekan u de. Ha. O'zi xislatlarni to'kib qo'ygan ekan de. Borib to'kib qo'ygan ekan shunga. Endi ulug'larda karomat bor. Shunaqa ulug'larda ko'rgan zotda bu Habibullah. Hamidjon Rahmoniy Najmul akam bilan har juma borardi-da. Yurashib bor o'qib kelamiz. O'shuning uchun ularni hodidan boshida aytgandek, ulug'lar nima desa xo'p bo'ladi. Qila olishga o'zimiz ojiz aqlimizga suyanib nima qilmasligimiz kerak.